Всем assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Bugun men sizlarga kartoshka bilan krılышkani air fryerda pishirishni o'rgataman. Ko'rsatib beraman. O'rgatishdan burun ko'rsatmoqchiman o'zimni uslubimda. Xullas, mana kartoshkani oldik. Bu eng bizani sevimli, любимый retseptim. O'zim rosa yaxshi ko'raman. Yuvdim, tozalab. Endi buni hozir to'rayman. O'zingizlarga qarab bo'laverasizlar. Biz sal yiriroq yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun sal yiriroq qilaman. Mana kartoshkani mana bunaqa qilib to'radim. Yana qaraysizlar. Air fryerda nimasi zo'r, oson pishadi birpasda. Sasib ketmaysizlar. Keyin yog' kamroq ishlatasizlar. Mazasi juda ham shirin chiqadi. Ham wow bo'ladi. Qilib ko'ringlar обязательно. Mana endi baharatli solaman buni. Keyin unga spetsiyalar aralashtiraman. Men o'zim uslubimda ko'rsataman. Yana o'zingizlar ham ixtiro qilsanglar bo'ladi. Mana xovonchani ichiga ozgincha zira, ozgincha kashniy churug'i, ozgincha za'far soldim. Uni maydalayman, конечно. Keyin mana o'zi na glas solasizlar, qarab. Unga ko'p ham bo'lib ketish kerak emas, normalniy qilib solasizlar. Keyin ozgina yoki paprika yoki qizil murch solasizlar. Men yaxshi ko'raman, sag'al tam jichigina achchiq bo'lganini. Keyin olivkoviy yog' solaman. Masalan, olivkoviy yog'i ham naglas solaman. Quruq rayhon ham solsanglar bo'ladi, zo'r bo'ladi. Masalan, mana ko'ryapsizlar, yog'da qovurilmaydi-da bu. Aralashtirib, tashlab, hamma yog'iga yog' tegishi kerak. Evet. Mana air fryerim, menda kattasi. Men masalan buni nimasini yaxshi ko'raman? Air fryerni hamma yog'ini yog' qilib, sasitib pishirib bermaydi. Mana men pergament ishlatmayman umuman. Pergamentsiz qilaman. Yoqtirmayman, pergament bilan qilib ko'rganman, qanaqadir boshqacha chiqadi. Yog'larni quyib yuboraman. Bundoq qilib yoyib yuborasizlar. Обязательно. Keyin gradusini, soatini men o'zim nazorat qilaman. O'zim tekshirib qilaman. Masalan, men kartoshkani 200 gradusda где-то 20 minut pishiraman. Lekin har 7 minutda aralashtirib turaman. Endi mana hozir solamiz buni. Minutini men o'zim boshqaraman. Minutini, sekundini. Bu yerda har xil funksiyasi bor. Burgerga, nonga muzerit beruvchi, pizzaniki bor, baliq. Xullas hammasi kartoshka. Men 200 gradus qilib olaman-da, 20 minutga sразу qo'yib yuboraman. Tekshirasizlar, qana qizarguncha qilaman, pishiraman. Bo'ldi, mana 20 minutga qo'yib yubordim. Mana orada 9 minutdan keyin ochdim. Bitta aralashtirib olaman. Ko'rasizlar, mana zo'r bo'lib chiqadi, takoy bo'lib. Yog'li bo'lmaydi. Juda полезный. Ham yeyishga bolalarimiz yaxshi ko'rishadi shuni. Mana kartoshkamiz pishdi. Yana bar tekshirib qo'yasizlar. Mana lekin pishadi 100%. Ko'rdinglarmi? Shepron takoy. Ana endi yoniga tovuq pishiraman. Uni ham air fryerda. Mana endi bunaqa qanotchalarni men svejiy olib, tuzlab, ziralab, joylab qo'yganman, yuvib. Muzxonada turadi menda tayyor. Shunda olaman, qo'yaman. Bunga ham также olivkoviy yog' ozgincha surib yuboraman. Yog'li bo'lib ketmaydi.
qizarib такой qovurilgan zo'r bo'lib chiqadi. Yana barbekyu sousga aralashtirib qilsanglar bo'ladi. Har xil mayonezlarga aralashtirib. Lekin fergamentsiz qo'yinglar. Men maslahatim shunda такой crispy bo'lib, tegi ham, usti ham qisir-qisir zo'r chiqadi. Buni ham shunaqa 200 gradusga 20 minutga qo'yaman. 10 minutdan keyin o'giraman orqasini oldiga qilib. Solamiz. Gradusini o'zim kontrol qilaman. 200 gradus 20 minutga qo'yaman. Tekshiraman. Agarchi qizarib ketsa, vohliroq olsanglar bo'ladi. Maksimum 5 minutda pishishi kerak. Men просто balanga qo'yaman, qizarib chiqsin deb. Ana qizlar qaranglar. Ko'rasizlar qanaqa shikardoznoy chiqadi. Видите, просто хорошенько смотрите. Ko'rdinglarmi? Shego. Hali qizarmadi. Sal qizarsa, keyin o'giraman orqasini oldiga qilib. Demak, yana minut qo'shaman. Endi masalan, hozir endi o'giraman. Mana endi ochaman. Ko'rdinglarmi? Ochib olaman. Keyin o'girib chiqaman. Ko'p ham ushlavermaymiz, chunki qotib ketadi. Kimlarnikidir balandligi 200 dan baland. Qaysidir brendlar endi. Kimnikidir ko'ruvdim shu qildim mana. Ko'rasizlar, вообще прям crispy zo'r chiqadi, yog'siz. Mazza qilib yeysizlar, sasib olib tepasida turmaysizlar. Вообще rekomendую. Девочки, ovalinglar bitta. Bimiz pishdi. Ko'rdinglarmi, qanotchalarimiz? Ko'rasizlarmi, qanaqa zo'r chiqadi bu. Qisir-qisir mana. Tepasida turmaysizlar, sasib ketmaysizlar. Mazza вообще. Yana shirin bo'ladi, so'klar ichida qolib. Tovuqni endi mana bunaqa termoidishga solib qo'yaman. Kartoshkani ham mana shuni ichiga solib qo'ydim. Issiq turadi. Masalan, kimdir ishdan sarvoqlik keladi, kimdirdan oldin keladi. Issiq turadimi, olib solib beraman. Qo'ydim, issiqqina bo'lib turibdi. Shunaqa zo'r bo'ladi. Sovuqligida ham yesanglar shunaqa zo'r, mazali. Zo'r bo'ladi. Вот реально tayyorlab ko'ringlar, Johnsonlar. Mana kartoshkani videoim yoqqan bo'lsa like bosinglar, subscribe qilinglar meni. Keyinchalik mana air fryerda har xil narsalar pishirishni ko'rsataman, xudo xolisa. Вот. Rahmat hammalarga.